Dada men ketdim. Qani, hayz barakan dersin. Amin. Xavf xatarlardan ehtiyot o. Alloh akbar. Pul bermaysizmi? Shukurlarda qadaming chataqda sen bolani. Shuncha pulda nima qilyapsan, o'g'lim? O'zim ustim ishlayapman dada, bo'pti. Ha, ota qayga ekan? Qizim qayga ekan? Bilalar. Ha, gapira olmaydi bu pishda qatdi bu. Qayga ekan? Yunusobodga unda. Chiqinglar, o'zim olib borib qo'yaman. Chiqinglar, ishimiz zarur olib borib qo'yaman. Ha, yoshlar, sevishganmisizlar, qizim? Ha, maka, sevishamiz. Bu bola ish qilib sizni sevamikan, qizim? Конечно. Kuniga 500 mingdan rasxod qilganlardan keyin sevalladi. Ha, unda to'y qachon, qizim? Xudo xolasa fevralda qilmoqchimiz. Yo, fevralda qilmanglar, qizim, dadasini ko'tarib ketib qolmasin. Sal kuzroqqa qilinglar, dampama oladi. Voy, bularning adalariga muhtojlik joylari yo'q. Bular arxitektorlar, chizib pul topadilar. Ammo hamma yoqqa hozir ham chizib qo'ydi, qara. Voy, amaki bitta gap aytdingmi? To'xtab turing, maqtaning. Bular menga mahrga Malibu sovg'a qilmoqchilar. Ajab sirlar. Otada Nexia kelinda Malibumi, o'g'lim? Bular o'z adalarini yoqtirmaylar. To'ydan keyin mehribonlik uyiga tashlab kelmoqchimiz. Mehribonlik uyi? Sen o'zing nima dersan? O'rdaklar, lo'yinda qara asfalt suradigan traktorga o'xshaydi. Bu cho'q soqolni qo'ldan poq tish kelmaydi. O'g'lim, kimni ustida ishlayapsiz, ha? Tosh, Yunusobodgacha mashinamni oldi yugurib ketasanlar. Tosh, asabimni buzma! Nimaga adezligini aytmaysiz? Gapirtirmadi, kuman. Ularni shunday tarbiya qilish kerak-da. Sevging uchun kurash, o'g'lim.